Faqat birinchi kun ish kunimda nimadir bo'ladi menda. Amerikada birinchi ish kunim Uberda. Birinchi klient o'tirdi. Men ingliz tilini вообще bilmayman. Kelib o'tirdi. Qop-qora va juda ham gavdali mujik. Eshitibman, juda ham yomon ashulani eshitibdi-da. Baland qilib olgan. Mana. Точно yomon mujikda u. Ashka qilish kerak emas. 5 minutlik yo'l. Take a ride deyapti. Tushunmayapman. Lekin ko'rsatibdi unga qarab. Shunday burdim, menimcha kech qoldim-ki yasherda. Shunday bordi-yu, aylanib, katta most ustida bizada. Unga qarayapman. Tepadan hamma Manhattan ko'rinibdi. Boshqa shtatga boryapmiz, boshqa shtatga. Просто telefoniga qarab, mana. I'm crazy. Marixuana chaqib o'tibdi. Endi tasavvur qilib ko'ringlar, qanchalik men bu yerda perejva qilyapman-da. Ne day bog' bu, ashibki bo'lsa agar o'zi, ana u menga ham chaqtiradi. Mosti yarimiga kelgandan keyin Welcome to New Jersey chiqdi-ku, onasidan. Ana bu bola ozgina kech uyg'ondi-da. Shunday bir ko'zini ochib qaradi, bir ko'z yumuq. What the fuck deyapti. Bildim, ingliz tilini bilmasam ham bildim, shu u yaxshi gap gapirmadi. I'm sorry brother. I'm sorry. What the fuck you doing? What the fuck you doing, driver? Driver degani bu shofer, men bilaman uni. Driver значит man dedim. Brother, I'm new driver, new. Men ko'p chak ko'rdim deyaptim, ne ko'ribdi. This is a New Jersey ride deyapti. I don't know. I'm so sorry, new driver. I'm so sorry. Right, exit right deyapti. Tushunsamda uni gapiraman. Okay dedim. O'tib ketdim exitdan. Shit, you pass dude. You pass. Lot of money charging now. You turn deyapti. Okay deyapman. Okay, next exit right. Okay deyapman. Okay. Как будто tushunapman-da. Shunaqa desam u sal o'zini bosibdi-da. Kengiz keldi. Okay. Here right. Okay brother. O'tib ketdim undan ham. Qoravoy tushundiki, rangi oqardi. Ana keyin u qo'lini chiqardi-ku o'sha yerdan. To'g'ri kelaman. Astroq deydi. Vu deydi. Vu bo'lsam, shunday qiladi, unga qayrilaman. Shunday